Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa yana bir mana fayzli xonadonga chiroyli qilib uzum tokimizni o'rnashtirdik. O'zlaring ko'rib mana ishimizga baho berasizlar. Yo'qsa bittadan like bosib, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlar gruppalariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, bu ishimizni navbatdagi uzum tokimizni Namangan viloyati Pop tumaniga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Akalarimiz bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan fasondagi ana shu uzum tokni tanlashib, xonadonlariga zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga olib kelib bitkazib chiroyli qilib ustanovkalarini qilib berdik. Albatta shunaqangi hovlisiga uzum tok, naveslar, temir darvozalar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib tanlagan fasondagi, dizayndagi uzum tok naveslaringni tayyorlab aytilgan manzilga borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Endi bu uzum tokimizni ma'lumotini bersak, aziz yurtdoshlar, Opshi 100% variantda turbada yasaldi. Metali shu 1.7 lik stenada bo'ldi, har bir razmerdagi detali. Endi mana asosiy uzum tokimizni mana stoykalari 76 lik 1.7 lik stenali turbada bo'lgan va tepa qismi mana har bir xorlari mana shu arka qilib to'qilgan 25 lik turbada 1.7 lik stenada bo'lgan bu ham aziz yurtdoshlar. Oralariga mana shu purut teshilgan, kvadrat teshilgan katta shu esgullardan qo'yib, xudo xohlasa chiroyli qilib bitkazib berdik. Va tepasiga har 50 sm ga shu 12 lik armatura tortib berilgan. Mana shu kashak gullari ham chiroyli qilib o'ziga xos fasonda qilib uzum tokimizni o'rnashtirdik. Bu uzum tokimizga albatta zakazga qarab shu mokriy asfalt svetda kraskalarini sepib, chiroyli qilib yasab bitkazib berdik. Endi aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni mana shu firmasi ko'rib turibsizlar, 1.25 sm danga tushdi. Bu uzum tokimiz 1 kvadrat metri materiali, xizmat haqisi, kraskasi, olib kelib o'rnatishi hamma yo'q ichida 180 ming so'mdan qalin sifatli temir mahsulotlardan yasalganligini hisobiga kelib o'rnadi va xonadon egalari mana shu tepadagi 90% lik setkani olib kelib berishganda, bu setkani ham chiroyli qilib tortib berdik va albatta juda ham mana hovlilari salqin bo'lib chiroyli bo'lib qoldi. Biz polni metal ishini hamma yo'q o'zimizdan sifatli temir mahsulotlarida tayyorlanganligini hisobiga 180 mingdan tayyorlab berdik. Endi bu uzum tokimiz turbadan yasalyapti turgan uzum toklarimiz hozirgi kunda 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan 180 ming so'mgacha kelishilgan holda yasab tayyorlab beryapmiz. Albatta 150 ming so'mligi qanaqa chiqadi deb savol berishadi. 180 ming so'mligi qanaqa deb savol berishadi. Mana shu 1.7 lik stenada yasalgan materiallar aziz yurtdoshlar 150 ming 160 mingdan yasalaydiganlari 1.5 lik stenali turbalardan yasaladi va mana shu har 1.25 ga tushgan bo'lsa firmamiz bu arzonroq variantda yasalaydigan uzum toklarda mana shu 1.80 2 metrlik variantda yasaladi. Hozir mana shu joyimizga shu pashti 18 ta firma ketgan bo'lsa, shu narsa bu 10-12 ta firma bilan bitkazib qo'yiladi. Shuni hisobiga narxi arzonlab ketaveradi. Endi bu uzum tokimiz razmeri eniga 6,5 metr, uzunasiga 20,5 metr razmerda bo'ldi. 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan 25 million so'mga mana shu holatga kelib o'rnadi. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ldi. Endi hozirgi kunda shu turbadan yasalyapti turgan uzum toklarni albatta kvadrat metri shunaqa bo'lyapti. Profildan yasatmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 200 ming so'mdan fasoniga qarab kelishilgan holda aziz yurtdoshlar tayyorlab beryapmiz. Mana shu tepasi ham setkalarni nolga olib kelib chiroyli qilib tortib, o'ziga xos fasonda qilib juda ham chiroyli holatda bo'ldi. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Bittadan like bosishni unutmaysizlar aziz yurtdoshlar. Va shunaqangi hovlisiga issiqdan
saqlash uchun juda ko'p yurtdoshlarimiz shu million sarflashib xonadonlarini burchakka qilishadi, travertin qilishadi, xullas chiroyli qilib, fayzli qilib remont qilishadi va issiq 1 yil 2 yilda bir rangini o'zgartirib, bir sifatini buzib tashlaydi albatta remontni. Va mana shunday qilib xonadonlaringga chiroyli qilib, hech bo'lmaganda mana shu turbadan arkali naves qilib ustiga setka tortib qo'ysalaring, ham mana shu hovlilaring ortiqcha bir qizib ketmay, juda ham bir shinam holatda turadi va mana shu remontda 2 yilgadir, 3 yilgadir, 5 yilgadir ancha uyga bir qancha sarflagan remontni umrini uzaytirishga juda katta foydasi tegadi. Hurmatli yurtdoshlar, albatta videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar va albatta videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyada o'zlaringning fikrlaringni yozib qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.